Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishga harakat qiling. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Tojikistonda Ramazon hayitining ilk kuni 30-mart nishonlanishi aytildi. Bu haqda ulamolar kengashi ma'lum qildi. Toshkentda ko'chalar deyarli 1,5 oyga yopiladi. 2025-yil 21-martdan 1-mayga qadar Toshkent shahrining Shayxontohur tumanining Shafayzi ko'chasida avtotransport harakati uchun yopildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur ko'chaning yopilishiga Daryo bo'yi City loyihasi doirasida zaxariq ochish kolodislarning yopilishi, shuningdek avtomobil yo'li, yashil hududlar, piyodalar va velosipedlar yo'laklarini barpo etish sabab bo'lgan. Haydovchilardan aylanma yo'llardan foydalanish hamda noqulaylik uchun uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning 20-mart kuni 2026-yilgi Jahon chempionati saralashi 3-bosqich A guruhi 7-turda o'rin olgan O'zbekiston-Qirg'iziston uchrashuvi bo'lib o'tishi munosabati bilan Toshkent shahrining ayrim ko'chalari yopilgan edi.